Assalamualaikum bütün dünyadaki barlıq Uyghur qarindoshlar. Ben hazır vatanimiz Sharqiy Turkistonda Xitoy tajovuzchilari, kafirlari bizning urug'-tuqqanlarimiz va qarindoshlarimiz ustidan elib berilayotgan jazo lagerlaridagi va turmalardagi urug'-tuqqanlarim to'g'risida guvohlik bermoqchi. Mening ismim Muxtar Niyaz. Men Sharqiy Turkistonning Shayar noyasidan Urumchi tug'ilib cho'ng bo'ldim. 2013-yili 6-oyning 5-i chet elga o'qish sababli chiqdim. 2014-yili 10-oy Turkiyaga kelib keldim. Oilam bilan bu yerda yashayapman. 2015-yildan tortib 2015-yili 1-oydan tortib urug'-tuqqanlarimdan hech qanday xabar olmadim. Ular hayot emasmi uqmayman. Navrakamdan anglashimcha opamning bir sog'lisini 5 yil kesib o'tdi deb xabar keldi, shuni bilaman. Bu mening urug'-tuqqanlarimning rasmlari. Opam 10 bola, 8 qiz. Ularning rasmlari va navra sing'illarim, navra ochilarim bu rasmdagilar. Bular shu opamning tog'illari va inillari, boshqa qarindoshlarim. Bu mening hajim dadam tugab ketdi deb anladim. Hajim dadam hayotni uqmayman. Balkim jazo lagerda, yana bo'lmuş hajim dadam. Bu mening tog'am Ablajon Munavvar jazo lagerda. Bu mening davr sing'illarim. Bulardan hech qanday xabar yo'q. Bu yana bir hadam. Bundan hech qanday xabar yo'q. Opamning singlisining turmadagi singlisining qizi. Bular hozir kim qarayotganini uqmayman. Bu mening navri enam, bu jazo lagerda. Bu bizning kuyovim. Bu jazo lagerda. Ben hozir boshqa do'stlarim ustidan guvohlik bermoqchi. Bu do'stimning ismi Tahir Muhammad. Ko'laning Qarshahar noyasidan 2016-yili vatanga qaytgandan keyin undan hech qanday xabar yo'q. Pasportini tortib olgan. Hozir jazo lagerida aniq. Bu do'stimning ismi bo'lsa Muhammad Salih Urumchidan. Bu 2016-yili vatanga qaytdi. Misrda o'qigan degan sababli 8 yil kesib o'tdi. Bu do'stimning ismi Abdurahim Ahmad Kuchar noyasidan. Bu jazo lagerda. Bu resimdagi ikkinchi parchalik rasm, ikkinchi rasm mana ustozim Abdurahmon Jarov Kuchar noyasidan. Bu turmada qanchalik kesib o'tganligini uqmadim. Bu do'stimning ismi bo'lsa Abu Bakri. Korli shahar ichi 37-Oltiroq rayonida o'tirdi. Bu jazo lagerda Misrga o'qiganlik sababidan. Bu şu Tahir Muhammed. Bayağı da o'tganimdan kendiki Abu Bakri Misrdagi o'qiganlik sababidan bular turmada. Bu do'stimning ismi bo'lsa Fazliya Tahir Kuchar noyasidan o'zi do'kon ochdi. Bu jazo lagerda. Bu yana bir rasmi. Ben bu guvohlik videoni berish orqali vatandagi qolgan urug'-tuqqanlarimning ustidan bir majburiyatni ado qildim deb o'ylayman. Va ularning mazlum ovozini, ularning ovozini dunyoga anglatdim va boshqa inson huquqiy tashkilotlarga anglatdim deb qarayman. Ular balkim bu videolarimizni ko'rish orqali balkim bizga yordam qilishi mumkin. Birinchi Allohdan yordam tilayman.